Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar, qo'ydi ishqibozlari. Haqiqiy ishqiboz aka-ukalarimizni Telegramga o'tib olgan o'zi. Boqayotganlar. Olaman degan odamga mana hozir ashaqacha qo'yxona. Ferma deymizmi, sklad deymizmi? Hozir 200 tadan ortiq qo'y bor. Boquvda to'y marosimlarga desalar bunaqa kattasidan. Bu ham soni cheklanmagan, juda ko'p. Hop, gruppadoshlar, mana qaranglar mana. Shunaqa kasal qo'ylar ham kelib qo'ygan. Bularni addinni qo'ra qilib, sotuvdagilardan ajratib, ukalarimiz davolayapti hozir. Nimaga buni ko'rsatyapman? Ko'pchilik negativ narsani ko'rsatgisi kelmaydi. Kasal qo'y sotilmaydi. Kasal qo'y sotilmaydi. Uyimizga keldi, kasalligini aniqladik, bildik, sirazi addinni qilib davolanadi. Hozir mana shu yerda 8 ta qo'y bor ekan. 8 tasi ham davolanyapti. Bu ko'pchilik aytadi, kasallisiki optim olganga tiqvoradi, optim olganda ketib qoladi deydi. Yo'q, ajratib qo'yamiz. Konkretni ajratib qo'yamiz. Meni ham bilsalaring, ana shu 4 ta boquvga tashlaganimda ikkitasi kasal bo'lib kelgan, addinni qilib qo'yib tuzatib olganman. Bular ham xudo xolasa tuzalib, savdosi bo'lsa sotiladi, savdosi bo'lmasa, u axtaqlarga o'xshab yemlab yuboriladi. Hozir sotuvdagilarni ham ko'rsataman. Mana qo'yda turidan bor. Sarig'idan deysizmi, qorasidan deysizmi? Nimaga ko'rsatyapman? Olmoqchi bo'lgan odam bemalol aloqaga chiqaveradi. Nechta deyilsa qilib beriladi. Sovliqdir, qo'chqordir, xudo xolasa chiroyli qilib berilaveradi. Mana qo'ylar ham juda badani chiroyli. Rosa boquvga tashlaydigan. Ko'pchilik mendan maslahat so'rayapti, necha oyda tayyor bo'ladi. Mana shu qo'ylarni olib boqilsa, mana shu yerda o'tganlar. Xudo xolasa bir 6 oy, 7 oyga borib bormay, albatta yeyishiga bog'liq. Qo'yingki biz sababini qilaveraylik, Allohning barakasini beradi. Allohdan so'rab sababini qilsak, ishlarimiz o'ngidan kelaveradi. Qo'yni ko'ryapsizlar, qo'y juda ko'p. Ana shu ukam, tog'amning o'g'li. Telefon qilib, nomerini hozir yozib qo'yaman. Telefon qilib. Qo'yni soni chegaralanmagan. Aloqaga chiqilsa, shunda lokatsiya deyilsa, lokatsiya tashlab berilaveradi. Mana o'zimga qo'ydan, juni olinganidan, sarig'idan, qorasidan tashlab beraman desa tashlab beraveraman. Yana bitta daveriyali gapni aytib o'tib ketaylik, Tohir. Uka. Klient mana obunachilarga bo'lsin. Ukol dorisini qilib ber desa, qilgizib ham beraversam? Qilib beraveraman. Endi to'g'ri mayda 200 ta, 300 ta qo'y tursa, hammasini bir boshdan ukol dori qilishga imkoniyat qila olmasligimiz mumkin. Lekin 20 ta olaman uka, ukol dorisini qilgizib ber. U ham endi rasxodda qo'yingki. Qilgizib ber deydigan odam bo'lsa, qilgizib ham berilaveradi. Ammo optim dori ukolni qilib sotishga imkoniyat yetmay qoladi, vaqt yetmay qoladi, fizически ulgurilmay qoladi. Shuning uchun olaman degan odam ishqibozni bemalol aloqaga chiqaversin. Narxlarini hozir bir boshqatdan ko'rsatib aytishga imkoniyat yo'q, lekin narx narxini xudo xolasa bozordan ham yengil qilib berilaveradi. Men u kuni bozorga chiqib ko'rdim-da, Tohir, mana shu videoni xudo xolasa YouTube'ga ham qo'yib beraman, chunki mana o'zi 4-5 minutlik video bo'lyapti. Bozor 2-3 marta chiqib, o'zim xulosa qildim. Bozor to'g'ri, kimdir bozorda arzon deydi, yana kimdir bozor qimmat deydi. Bozor kimga arzon? Bozorni bilgan odamga arzon. Savdoni bilgan odamga arzon, qo'ydi, hayvonni tushungan odamga arzon. Lekin endi ish boshlamoqchiman. Endi xudo xolasa qo'y qilaman degan odam uchun mana bu yer arzon, mana bu yer garantiyali. Nimaga? Bozordan olgan odam bugun ko'rishamiz, keyin ko'rishmaymiz deydi-da, shuni orasiga aldab-suldab uraveradi. Mana shu qo'ylarning narxi necha pul uka? Optimga gapir menga. 4 million 100 mingdan beraman. Nari qo'ran 4 milliondan beraman. Mana qo'yda 4 million 100 mingdan bermaganman savdogarga. Qo'qonlik savdogarlarga bermaganman. Xo'p, hozir narx masalasida tortishib o'tirmayman, chunki o'zlari telefon qilishgan misolda, olmoqchi bo'lgan odam. Mana shunaqa qo'ydi, 4,5 million olgan ham bor bozordan.
Mana shaydan 4 million olgan ham bor shunaqa qo'ydi. O'shaning uchun aytaman, bozorga chiqib savdoni bilgan, hayvonni tushungan odamga bozor arzon. Lekin bozorni bilmagan endi qo'yib qilmoqchi bo'lgan odamga mana bu yer arzon, mana bu yer garantiyali. Nimaga? Chunki yashaydigan uyi mana kelib adresni ko'rib olishadi. 20 yo'q, kasal qo'y sotilmaydi. Yana ham ishonch bo'lish uchun 20 ta 30 ta olgan odamga bitta ikkitasi kasal bo'lib qolsa, bir hafta 10 kun garantiyasi ham beriladi-da, misol. Shaltay-baltay qilib aqdan baqa o'zini olib qochgan odam to'g'ri uyga qarab kirib kelaveradi. O'shanisi doveriyali. Tohirjon bir ukamga men o'zimga ishonganda ishonaman. Xudo xolasa obunachilarim, kuzatuvchilarim oldi meni uyaltirib qo'ymaydi. Kelishaveradi, aka, xolasa. Qo'ydan problema yo'q, qo'ysaver. Men ana bloger birodarlarimizga o'xshab qo'ylarni gavdavoshini, badanini yurgizib ko'rsatishni ham xohlamayman. Nimagaki, obunachilar ko'p tushunadi, o'zi qo'ydi biladi. Telefon qilishsa, отдельно video qilib berasan. Отдельно video qilib beraveraman, aka, telefon qilish olsin. Lokatsiyani ham tashlab berasan. Ha, lokatsiyalar u sraz telefonda savdo qilaman degan odamga ham muammosi yo'q, telefon qilaverasizlar. Mana shu videomiz xudo xolasa Telegramga ham, Instagramga ham, YouTube'ga ham joylanadi. Lekin maslahat beraman. Mana qo'ylar bir 7 oyda tayyor bo'ladi, yaxshi yemini yeb tursa. Mana qo'ylar bu yerda ham 26 ta bor ekan. Bular badan ichi to'laroq, gavdasi ham yaxshiroq ekan. Ana ko'ringlar. Hozir. Mana salqinda yotibdi. Ular gavdasi yaxshiroq ekan. Bular 7 oyda 7 oyga qolmaydi. 6 oy pilishda yetilib tayyor bo'ladi. Eng qizig'i toni chiroyli, gavdavosh chiroylilari ham serob ekan. Bitta yaxshi boqilsa, yaxshi qarov bo'lsa, naslga ham chiqib qoladi. Nasl deb juda ko'p gapiryapman videolarda. Nimaga? Chunki 20 ta 30 ta qilib oldin misol sog'liqda faqat o cho'ponlar 500 ta, 1000 ta qilib boqadigan odam boqsa, hozir 20 ta 30 ta, 5 ta, 10 ta qilib ham sog'liq boqishyapti. O'shalar ham naslga oladi. Chunki baribir qo'chqorni 1 yilda almashtiradi. Nari borsa 2 yilda almashtiradi. Nimagaki o'zini bolasiga irg'ib qo'ymasligi uchun. Naslga savdo bo'laveradi bundan buyog'iga. Chunki sog'liq boqadigan odam ko'payyapti. Tavsiya qilaman mana shu qo'ylarni. Qanaqa qo'ymoqchi bo'lsangiz ham telefon qilaveringlar. Nima deydi? Odamdan qo'y ko'p. Deydi. Tanlov Vibr juda katta, garantiya, ishonch hammasi bor akalar. Xo'p, Alloh hammani chorvasiga baraka bersin. Hammani uyida mana shunaqa qo'rilar to'lib, qo'ydi qayoqqa qo'yar ekan deb bitta mehmon kelsa, bittani so'raveradigan darajaga yetib chiqaylar akalar. Sog' bo'linglar. Kutib qolamiz, aloqada bo'lamiz doim.